ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy dunyoqarashini boyitish hamda yuksak insonparvarlik qadriyatlari asosida xizmat burchini sidqidildan bajarishlarini ta'minlash maqsadida bugun 10-noyabr kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi va barcha tuman shaharlar xodimlari uchun video selektor tarzida ma'naviyat va ma'rifat darsi tashkil etildi. Dastlab Andijon viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi bosh mutaxassisi Gulnahor Abdullayeva tomonidan tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusida ma'ruza o'qildi. Ma'ruza davomida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlar, ularning fuqarolar salomatligini muhofaza qilishdagi ahamiyati hamda inson manfaatlariga qaratilgan islohotlarning natijalari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, sog'lom inson jamiyat taraqqiyotining asosi ekani, tibbiyot sohasidagi har bir yangilik inson qadrini yuksaltirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi davomida boshqarma rahbariyati tomonidan xodimlarning xizmat nizomi hamda qonunchilikka qat'iy rioya qilishlari, sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar berib o'tildi. Bundan tashqari fuqarolar tomonidan pora tariqasida berilgan pullarni olmasdan o'z qasamyodiga sodiq qolgan bir guruh xodimlar Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan munosib taqdirlandilar. Xususan, Asaka tumani Ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori kapitan Zokirjon Usmonoxunov 3 million so'm, Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi profilaktika inspektori katta leytenant Abduvali Abdulhayev 4 million so'm hamda Xonobod shahar ichki ishlar bo'limining yo'l patrul xizmati xodimi leytenant Jasurbek Azimbekovlar 10 million so'm pul mukofotlari bilan tantanali ravishda taqdirlandilar. Ushbu ichki ishlar xodimlarining kasbiga sadoqat ko'rsatganligi barcha shaxsiy tarkibga ibrat bo'lishi lozimligi alohida ta'kidlanib, xodimlarning ota-onalariga vazirlik rahbariyati hamda Andijon viloyati ichki ishlar organlarining barcha xodimlari nomidan chuqur minnatdorchilik bildirildi. Bundan tashqari bir guruh xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirildi. Hurmatli polkovnik, kapitan Mamadaliyev navbatdagi maxsus unvon uchun keldi. Sadoqat bilan xizmat qiladi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etildi.